Nechiksan? Yaxshimisan? Katta bo'lsang kim bo'lasan? O'zingiz ham qarashib turasizlar bu hukumatdan. Agar masalan blogerlar, boshqalar homiylar bo'lmasa, Etkenlerin için Xudoyim umrlaring uzoq, sog' bo'linglar. Başladık videonu. Assalomu alaykum azizlar. Obunachilar zo'rmisizlar? Kayfiyat yaxshimi? Ro'za Ramazon oylari hammaga muborak bo'lsin. Obunachilar, ehson proyektimiz davom etadi. Kam ta'minlangan oilalarga qo'limizdan kelgancha produktlarimiz va shularni tarqatib chiqib yuribmiz bir chetda. Hozir ilishdamiz. Oqshom ham ilishladik, bugun ham ilishdamiz. Yangi hayot mahallasi bu taraf ekan. Bu ikkiga bo'lingan ekan. Ilish Eddinli, yangi hayot Eddinli. Men tushunishim bo'yicha. To'g'rimi? Ikkiga bo'lindi hozir beri. Avval общий ilish bu. Köy Türkiye'de yangi hayat o'zgarganda, Asan Bosat ekan bilan bog'likda u idishni o'zi u. Köy Türkiye. Evvel Sarafras edi. 3'e bölünüp ketdi da endi. Anharlı Köy Türkiye. Bu Anharlı. O ertarak bölünmedi. 2023-yil bir bölündü. Kan tuşarken bir de adam başka. Sana giriz ya. Girsek bo'lmagan axir. Bismillah. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribmisiz ro'zalar bilan? Uydalar yaxshimi charchamasdan? Bo'lmasa kiraversan, gezaver. Biz uyda turaveramiz. Assalomu alaykum. Menga biza blogermiz. Shunday har bayramlarda ehson tarqatib turamiz. Oldilar berlar ilcha gelmedik, endi kelib olsam, kam bo'lsam ko'p undan ko'ra ehsonimiz bor. Un, yog', qon, kompot qo'limizdan kelgancha. O'zingiz yashaysizmi uyda? Ne, göğe balabam işçi mi akı? Yedim yaxshi. Maalesef ya, tavuk, xo'roz. Şimdi yeri bo'lsa bakuvchilik bo'laveradi. Bizning kalada kam. Qo'y, tavuk bakadi Allah. Gap yo'q. Maalesef. Bu ham eskiribdi lekin, ay. İyi. Toza kurulgan endi zo'rdayotar endi. Kam eskirdi. Endi katta bola kelsa, arqaga minishsa yana 5-6 yil bitirar maktabni. Yedim yaxshi. Moskvadan mı az katta bolangiz? Toshkentda ishimi? Necha farzandingiz bor yenge? 3 farzand. Молодец. Nechiksan? Yaxshimisan? Katta bo'lsang kim bo'lasan? Kim bo'lasan katta bo'lsang? Doktor bo'lasanmi? Yedim yaxshi. Yedim yaxshi, молодец. Tamam, göç aldinglarmi? Yedim yaxshi. Siz sog' bo'ling, bir duo qilib qo'ying. Amin. Hammangizga katta rahmat. Hamma sog' yuring, sog'liklar bo'lganda etkenlerin için umrlaring uzoq, sog' bo'linglar. Katta rahmat. Hammangizga sog' bo'linglar. Rahmat, hammangizga rahmat. Amin. Amin. Hoş geldiniz. Yaxshi o'tiringlar. Ro'za bilan rahmat, ketamiz. Ehsonlarimiz boyanmasam borishimiz kerak hali. Yaxshi, sog' bo'linglar. Yani xo'jalik barmog'i bo'ldim ya bu yerda. Tuning ham tarqatib Tuning ham familiya tarafidan. O'zingiz ham qarashib turasizlar bu hukumatdan. Agar masalan blogerlar, boshqalar homiylar bo'lmasa, o'zingiz ham qarashasizlar. Yedim yaxshi. Quyosh paneli pochta ham shu kam ta'minlangan oilalarga qo'yilgan. Qo'yib kelyapmiz. Kredit pulida berilmaydi bular. O'zi hukumat to'lab beradi. Ahımcan yaxshimisan? Siz yaxshimi? O'zidan to'lab qo'yib beramiz mahalla hisobidan. Gap yo'q. Shilovatlik. Bo'ladi, shuni zakonni o'zi. Gap yo'q. Obunachilar videoni kuzatib borasizlar. Biza xudo xohlasa ham boshqa yo'llanamiz. Sog' salomat bo'linglar. Alloh omonat sizlar.